Yo, barchaga salom bilan sizlar bilan Shodonozirga. Bugungi videoda biz yana qishloqda video olamiz va bu video juda ham qiziqarli bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki hali juda ko'p qiziq narsalar bor. Hozir biz videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin obunachilar kanaliga like bosib obuna bo'lib biz birinchi navbatda o'zimizga ketmoqli bo'lganimiz ishimizni qilishimiz kerak va men hozircha o'zim ishim qilib o'tishib qolib ko'rinishi mumkin. Sizlarga men bu ma qilgandim. Men hali anaqasiz berishgan edi. Qishloqdan so'rab turamizda. Yo'q, o'zimiz yashaydi-da. O'zimiz yashaymiz biz. Birdan o'zimiz bilamiz. Mana bir o'tin orqada bo'lgan. To'g'ri, oldimizda bir yetishlar mumkin. Nega bo'tdi bo'lgan deyishimiz mumkin edi. Chunki o'sha paytda o'sha огородni sotdim. Keyin o'sha огородni sotdim, o'sha огородni oldim. Hozir biz birinchi hozir men bilan qo'yib edi. Zo'r sabzli pishibdi, lekin zo'rda biz hozir bilan o'zimizga yo'qotib kerak. O'qitmam ko'p lekin to'g'ri bozor o'shagan. Bozorni to'g'ri magazin o'tarma. Deysizlar, ko'p pul keladi va zo'r narsa ishlaymiz. Xullas, biz hozircha bularni bunda qo'yib turib o'zimizga zo'r sabzilarimizni qo'yib, yana o'zimiz mana qilib pishganlarni olamiz. Chunki pishganlar yaxshi bo'ladi. Aytishlar mumkin, nega anchadan beri video chiqmayapti deyishlar mumkin. Men video oldim. Keyin video o'tgandan keyin mana o'yindan bak qilib chiqaraveradi, ya'ni bak bo'lib qoldi va bak bo'lgandan keyin o'yinni o'tdi, keyin video ham o'chdi. O'shandan keyin qarasam boshqa joyda bo'lib ketdi. Shu videoni men rasmini sizlarga topshiraman. Mana shu video chiqqandan keyin rasmi chiqadi. Shu videoni o'sha qanaqa video o'tgan rasmi chiqadi. Faqat videoyimni ko'rsata olmayman, faqat rasmini ko'rsata olaman. Bo'lmasa biz birinchi bo'lib o'zimizga hech obunachilar ko'rkam yashashimda xullas o'zinglar bilasizlar. Qo'lni qishloqlar bo'lmasin-da, bu sirli ba'zi bo'lmaydi. O'tib ketib qaranglar obunachilar. Siz bilan ishlaymiz va qanaqa chiqasan deganlar uchun men bu tosh bekorga qo'yilmagan. Bu toshdan biz bu toshlarni olib buni qo'yib yetmaydi-ku degan bo'lsa kerak. Biz bundan tosh olsak bo'ladi. Tosh olganimizdan keyin bunda qo'yib, keyin bitta bunda olib, bitta butga qo'ysak bo'ldi. Keyin butga chiqib olamiz. Endi o'yimni tepa qavatini sizlarga ko'rsataman. Hali hech narsa yo'q, chunki o'tda endi sotuv yanida. Ya'ni o'yimni ikkinchi qavatda bo'tda men shunda tepani ko'rsa bo'ladi. Va hozir biz ovqat yeyishimiz kerak. Qo'limiz o'tib ketdi. Hozir bitta non yeyaylik. Mana hozir Sayfulloh bobo bilan chiqishni xohlasanglar, kanalga like bosib obuna bo'ling. Bu kanalda 50 ta podpiskadan keyin 50 ta emas, 70 ta obunachidan keyin chiqadi. Hop, endi biz mana uyimni aytgancha sizlar mana shunaqa qo'ygan bo'lsangiz kerak deyishlar mumkin. Bu qimmat bu, to'g'ri qimmat edi. O'shandan keyin men bu qaranglar obunachilar, mana shu uyimni sotishimga to'g'ri keldi. Keyin sotgandan keyin shu ba'zigina olmos bloklarni olib turib, keyin o'shandan ozgina pulga uyimni oldim. Bo'lmasa Sayfulloh bu bilan video chiqishini xohlasanglar, kanalga obuna bosib qo'yinglar. Endi u qo'rnim yana ochib ketibdi. To'xtanglar, hozir men o'zim ozgina uxlab olib, Sayfulloh boboga qo'ng'iroq qilib aytgancha uyimda haykal yo'q, xitoyliklar berib yubordi. O'sha bitta mana yeymiz va Sayfulloh boboga qo'ng'iroq qilamiz va hozir unga qo'ng'iroq qilsam sizlar nomerini ko'rishingiz mumkin. Mana shu almazda uni telefon nomeri yozilgan. Men sizlarga uni ko'rsata olmayman, chunki sizlar ham hozir Sayfulloh boboga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'shaning uchun video ko'radi.
Alo, Seyfullah baba nima qilyapsan? Ha, men kompyuterda video olaman. Ha, bo'pti, men aytgancha menga qo'ra qilmagin, men hozir uxlamoqchi edim. Ha, bo'pti, xayr. Ha, buni ishla hazillashdi, men nomeri menda yo'q, просто telefonda emasman. Uni nomeri, albatta uni nomerini kim bizdimi? Oddiy o'tib ketdim-ku, men banja qo'yamiz. Endi biz uxlaymiz obunachilar. Obunachilar, men nimaga turdim deysizlar? O'sha asabimiz olib ketdi va bu asliga ko'rsataman. Hozir ko'rsataman obunachilar. Ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana shu ovoz chiqyapti. Nimaga bilmadim-da, boraylik. Agar qishloqlar bo'lsa, hozir ularning yuziga uraman bor-ku, uraman o'sha. Ketmon bilan birovni kesam. Bu yana gapirishni bilasan-da. Voy. Ay, obunachilar bilan nima qilishdi? Ay. Bular obunachilar bilan urishdi endi. Nima bilan oldiga borib, albatta qasosim olishim kerak, chunki bular ana qildi, nog'oz bilan uraman. Obrazlar kendinizi sarayını bozulacak. Yok mu kırmızı yok. Nasıl bakıyor? Bir bozulacak şuna bakıyor. Hadi telefondan bana çıkarttı bana imza. Kışlağın, bana kışlağın. Tuktuyla. Bu bıraçlık karıyla vurursun uyumu patlattı. Vay yaramaz. Malıyım böyle hakikaten. Vay malışına başı kupulcu sotuğudan. Vay. Hozir obunachilar mo'g'lidan qochib mo'g'lama hozir. Obunachilar o'zimga zo'r libos olib kelganman. Bu libos mol ishlarni ko'rish kerak emas işte. Yoqishga mana ulardan qochib mo'g'lish kerak ulardan. Portlat tushdi qaraylar mana shu telefondan ham qimmat edi. Telefondan iPhone'dan qimmat lekin uyim uchta BMWdan qimmat edi. Yep. Portladi. Shuna qo'sas mo'limi hozir qilishlar o'zimga kibo olaman. Va o'yinli magazindan narsa sotib olganman. Bu narsalar hosilga ko'rsataman bilishlar. Hozir kiyim oling. Bilishlar buni bilgan bo'lsa kerak va bu Herobrine skin edi va bu o'sha skinni sotib olgan edim. Qishloqqa ko'rsatmasam yo'q. Va hozir biz ularga prank qilamiz. Ya'ni o'zim o'yinga qon qo'yaman va u qishloqlarga ham qon qo'yaman va ular bu qishloqdan ketishadi va men gapirmayman chunki bilsanglar Herobrine ham gapirmaydi agar ko'pchiliklar agar Minecraftni tushunsa, ya'ni Minecraftni tushunsa, bo'lsa biz ular bilmagan paytda bu ko'radi qo'shdi. Qo'yib tashlayman. Asli qo'yib tashlayman. Pula bo'lsin. Ularni anaqasini ko'ramiz. Mengacha 5 minutdan hozir ishlab 1 minut. Xo'p, ishlar bittasi turibdan totdilar. O'zi ko'rib qolishga boshlaydi. Qoch. Endi eshitamiz. Qishloqlar birodar qo'rqonim, mama, mana nechini. Ana ko'rdi. Hatta Herobrine ko'rgan usta, ko'ringlar. Aldasida bor-ku Herobrine bo'lmaydi, tushundingmi? Herobrine oldinlari bo'lgan. Voy. Obunachilar, ko'rishayotgan hol. Kim uyimga yoqqan bo'lsa kerak, sham bilan. Kim hozir ham qo'rqitamiz. Obunachilar. Qanday qo'yib tashlaymiz? Boyand. Qo'rqishni qarabay ko'p. Boshlar endi. Hozir obunachilar bilan fotoda o'ldiramiz. Bular eshitmaydi bizdan chunki bular quloq chal. Bo'ldi. O'qishni qanday o'ldirdi? Qanday tushundingmi? Sana bak.
oldu arkadaşlar. Bu tüyedi. Ve bugünkü videoda sizler bilen Abdülazir 2 oldu. Doğru Hop arkadaşlar. Keyingi video çıkışına xohlasanglar kommentariyga yozib ketinglar va bu videoga 50 like beringlar va bu videoni keyingi qismi chiqadi. Agar kommentga men Sayfulloh bilan challenge desanglar, o'shani yozib ketsanglar, men o'shani qilaman. Bo'pti, sizlar bilan Abdulazir 2 bo'ldi. Hayır.